Sostoяние вообще juda og'ir. Yosh bolalar nimadirlar to'kaygan. Sizga ishlagan. Xudo xolasa bu mashinamizni ham polni yechimtirib, bagajigacha yechimtirib, himjiskiy qilamiz, chiroyli holatga keltiramiz bu mashinamizni ham. Mashinamizga nech pullik himjiskiy bo'lyapti deb o'ylaysizlar. Bu mashinamizni 8 yillik himjiskiy bo'lyapti. Bolajonlar mashinalar shunaqa dabdalab tashlagan bo'lsa ham bizga kelaversanglar, biz xudo xolasa ko'ngillarga yoqadigan chiroyli qilib himjiskiy qilib berib, tozalab beramiz. Bemalol bizga murojaat qilib, Nextga filialiga kelaversanglar bo'ladi. Bolajonlarimizni xo'rlab tashlagan mashinamiz himjiskiydan chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r sostoyaniyada bo'lgan. Bu sostoyaniyasini ko'rib, egasi ham qaytadan muhabbati tushib qolsa kerak mashinaga. Patologlari top-toza bo'ldi, obshivkalari, karpetkalari jinni yengi masla bo'lib turibdi, ko'rib turishingiz mumkin. Egasiga bu mashinani, bu sostoyaniyasi juda ham yoqsa kerak. Agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Nextga filialiga kelaversanglar bo'ladi.